Sharqiy Turkiston masalasidagi qo'sh o'lchamlik pozitsiyaga qarshi tanqidiy bayonot. Turk va islom davlatlarining Sharqiy Turkiston masalasiga qarta sukut qilishi, jim turishi va hatto Xitoyning zulmlariga qo'llaydigan pozitsiya bildirishi islom dunyosining axloqiy va insoniy qimmatlariga zid bo'lgan intayin afsuslanarlik va g'azablantiradigan siyosiy qilmishdir. İslam Devletleri Kengeshi Teşkilatı OIC'nin yaqinda İstanbul'da o'tkazilgan yig'inda Falastin meselesini muzokara qilib, İsrailiyani ayıplagan bo'lsa-mu, Sharqiy Turkistonda yuz berayotgan Xitoyning Uyg'urlarga qarshi yurgizayotgan zulm, irqiy qirg'inchilik va madaniyatni yo'q qilish siyosatlariga qarta hech qanday so'z bildirmaganligi cho'nqur afsuslanarlik va jiddiy ayblashga tegishli harakatdir. Bu haqda Sharqiy Turkiston informatsion markazi raisi Abdujelil Qaraqash apandi bayonot berib mundaq dedi. Sharqiy Turkistonda Xitoy hukumatı tarafidan yuz berayotgan inson huquqlari dafsandichiligi, lagerlarda yuzlagan minglagan Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy xalqlarning tutqun qilinishi, majburiy emgakka selinishi, diniy va madaniy kimliklarning yo'q qilinishi dunyo bo'yicha oshkor o'tirib qo'yilgan bo'lsa-mu, Türk ve İslam devletlerinin bu meselege jim turuvelishi, hatta bazılarının Xitoyni qo'llaydigan bayonotlar berishi İslam dünyasının ahlaki ve dini mas'uliyatiga butunlay ziddir. Bu qo'sh o'lchamlik pozitsiya faqat Sharqiy Turkiston xalqining azob uqubatlarini kuchaytirib qolmasdan, balki islom dunyosining birligi va haq adolat uchun kurash qilish irodasiga xiloflik qilib, uning ishonchligiga qora soya tashlamoqda. İslam Devletleri Kengeshi ve Türk dünyasındaki devletlerini Sharqiy Turkiston meselesini tilga elishdan qetishni to'xtatib, Xitoyning zulmlariga qarshi ochiq oshkora pozitsiya bildirishga, bu meseleni xalqaro kun tartibga ko'tarishga va Sharqiy Turkiston xalqining haqliq da'vosini qo'llashga chaqiramiz. İslam dunyosining birligi va haq adolat uchun kurash qilish prinsipi faqat so'zda qolmasligi, harakatda ko'rsatilishi kerak. Sharqiy Turkiston masalasidagi sukut mangu ayblashga tegishli jinoyatdir. Haq adolat uchun birlikda o'rnimizdan dast turishimiz kerak. Sharqiy Turkiston xalqining haqliq da'vosi qo'llashga erishsin. Bu har bir turk va islom davlatining bosh tortib bo'lmaydigan diniy va insoniy burchidir. Sharqiy Turkiston informatsion markazi 2025-yil 20-yil